Miladi 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Sot mahkamasi Shimazakini gunohsiz deb jakoladi. Taftish amaldori Nobito sotda mag'lub bo'ldi. Uning haqiqiy ahvolini oydinlashtirish uchun o'z qizini javobgar Shimazakining qizi sifatida sotga guvohlik berishga chaqirtishdek tirishchanliklarini oxiri barbod bo'ldi. Naoko sotda g'alaba qilgan Shimazaki bilan qizg'in quchoqlashib ko'rishdi. Kutilmaganda Naoko yana yangi bir zarbaga uchirdi. Shimazaki 18 yilning oldida o'ltirib o'tgan ilk odam dal o'zining so'ygini Toshisokining o'z dadasi edi. Naoko o'z dadasini dag'da qo'yib qattiq azob ichida Tokiodan ayrildi. Nobitoning bo'lsa qizini darhol yeniq tortib, uni qong'ichib bag'riga bosqisi keladi. Biroq uning o'z muhabbatidan mahrum bo'lgan Yezmikoga bakma ish og'ritdi. Uni o'rnidan dast turg'izalaydigan odam dal uningga dodi bo'layotgan o'zi va Yezmiko chin yurgidan suydigan Toshisoki edi. Halbuki Toshisoki ko'nglini boshqa bir qizga otib o'tgan edi. Chibaga ketdi? Ha, bugun saharda dadasi bilan birga ketdi. Ha, rost. O sizga bu xatni qoldirib ketdi. Men to'yiqsiz Chibaga boradigan bo'lib qoldim. Siz bilan xo'shlashmayli ketib qolganligimdan intayin azoblanmoqdaman. Biroq o'z dadangizning ishidan xabar topgandan keyin siz bilan yuz turan turib xo'shlashishni to'g'ri topmadim. Sizdan dadamni afv qilishni iltimos qilolmayman. Chunki bunday qilish reallikka xilop keladi. Biroq men uchun aytganda dadam nimali bo'lmasin bu dunyodagi birdan bir qon qayrintish. Meni kechiring. Sizdan faqat mushunda qilishni o'tinaman. Shundaqli meni unutib ketishingizni umid qilaman. Men sizni yaxshi ko'rgan. Gerçi birga o'tgan vaqtimiz paq qisqa bo'lsin, lekin o'zimni to'lim baxtli his qilgan edim. Sizga rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Toshisoki. Naoko. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, sizni hargiz unutay olmayman. Naoko tuyuqsiz Chibaga ketibdi dedingizmi? Dadini o'zi biladi-da. O Yezmikon deb shunda qilganmidi? Shundaq. Yezmikoning hozirgi ro'yi holatida uning haqiqiy ahvolini aytishning o'zi uni jannatdan do'zaxga tashlab o'tganlik bilan barobar. Biroq bu bir masala bo'lib qoldi. Siz haqiqiy ahvolni qachongacha yoshirmoqchi? Toshisoki Yezmikoning muhabbatini qabul qilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xatolashmasam, sizmi shunday o'ylaysiz-ku deyman. Qalayimqa gap qilmasangiz-chi. Hozir Toshisokining yuragi Shimazaki Naokoga so'qdi. Umo Toshisokini suydi. Ondaqda rost gapni onunga balduroq aytsangiz bo'lmamdi. Ola. Mushunda ketaveradigan bo'lsa, Naoko hozirgi azob oqibatli hayotdan qachon qutula oladi? Jahonda bir-biriga mehr-muhabbati bo'lmaydigan
ota bola bo'lmaydi. Bu sizgimi? Nayt ayangı. Mana moşiye. Dadam alemden ötkendiği ki hiç kim oltamı kaç. Öyme veyran bop gitti. Əplep səplep olturup turasılar. Hey, bonçolar tekerlep gitme. Dadı bala işkimiz koşuda yetip kalmasakla. Şonanğı hoş. Bu naydı yaxşıken. Hey, Naoko. Bu menen öz kızım boludu. Sizni avar qildigan bo'ldi. Buni tetib beqin. Rahmet. Hey Shimazaki. Bundaq optan kızınız bağlığını oylap mı bakma tikenmen. Aslida türmüde yatkan çağda. Əməsə, moşayda olturaydı. Deməkçi mən ki, kızınız pek çıraylıkken, eriştin düşken perizatın özüyken, kişilerinin qağımı sumurup tuğalaydı o digini yalan emezken, cuma? Hey! Şondaq mı kep qalan sen? Bunun açıqlanğan ba mı? Siləgi məskim kilip maqtab koydum xalas. Şondaq. Məndək darıstan bop qağalıqıdın onun mükonu bek yerim. Dada. Hicalet bolma, demezim şondaq. Dəvatqan gipinlarını qaranla. Tomuz pəslədiki deniz suyu quyosh nurida chaqnab, kishiga huzur halovat bag'ishlaydi. Naoko burunqa aslimlarning hammasini deniz suyida pokiz yuyitib, yangi hayotga qadam tashlash qaroriga keldi. Meni qo'yib o'ting. Yo'q. Meni qo'yib o'ting. Yo'q. Meni qo'yib o'ting deyman. Yo'q. Qo'yib o'ting. Chiqqanlar nima deb jidallashyapsizlar? Dada, akam Naokoni qishiq barman deb turib yotadi. Toshisoki. Dada, meni to'smang. Siz to'ssangizmi Naokoni qishig'i bag'ini bag'an. Yo'q. Hey, Bama. sal turib turing. Siz uy kirib keting. Xotirjam bo'ling. Bu ishni men qo'yib beraman. Toshisoki, men bilaman. Toshisoki. Men Naokoni yaxshi ko'rman. Shimazakining qandaq odam bo'lishidan qat'iy nazar. Naoko'ga bo'lgan pozitsiyam hargiz o'zgarmaydi. Tushundim. Toshisoki, uni shunchalar yaxshi ko'rgankansiz. Undaqda oldi bilan Naokoning hozirgi hissiyotini nazarda tutishingiz kerak. Naokoning nima uchun siz bilan xo'shlashmayli ketib qolganligini obdan bilasiz. Agar hozirla uni izlab boradigan bo'lsangiz, uning azobini texmi eg'riltib qo'ysiz. U tanglikda qoladi. Dada, bunda qilishqa sizningmi ko'nglingiz qo'ymaydi. Shunga Naokoni deb bo'lsa-mu, hozircha uning qishig'i bormi? Uning ustiga Yezimiko'mi? Dada, Toshisoki, Yezimiko'ning qalbini siz hammadan bekrak tushunasiz. Biroq men buni bilaman. Siz Yezimiko'ni singil o'rnida ko'rmoqchi, lekin Yezimiko'ning yuragi hozir shu darajada zaifki, xuddi aynak partisdek tegib qo'ysalar, dast ketadi. Uni faqat ikkimiz, ya'ni dada bo'g'chi men bilan aka bo'g'chi sizlar muhabbat qila olamiz. Shunday emasmi, Toshisoki? İşteyiniz hali yaxshi bo'lib qopti. Tamaq bek mezilik boptu.
man. Toshisoki bilan Yizmiko yana bir nim deyishib qolgan o'xshamandi. Bu aksangil ikkalan o'ttirsida azroq uqishmaslik bo'lganda qiladi. Aytqana Nobito. Bu ikkisi zotli petishmaydi ekan. Bir-birining mijozini yoqtirmamdi ya. Toshisoki Shimazakining qizini yaxshi ko'rdi. Dada, sizning ko'nglingizni obdan tushunaman. Biroq bundaq ishlarga yoshlar o'zlari bir-nima degani tuzuk. Qandoq dedim? Yizmikoga ajib uval bo'ldi. Onunga bakmi ishim og'riydi. Uval bo'ldi desa, Shimazakining qizim shunaqo. Nobito, sening qo'ling nemishqa teshig'i ekiladi. Darvaqa, o qizg'imo pek ichim og'riydi. Sening odamgarchiligingni aytganda, onunga hesdash qilishingmi tamoman yo'lliq. Lekin nima degan bilan o biz uchun yot odamda. Shundoq emasmi? O'zimizning qizini qurbon qilib, xalqning qizini baxtli qilaman deb nima ketdi? Meykenalar, bizning Yizmikoni yaxshi ko'raman. O'zimning navrisiga xalqning qizini bakrak ko'naman. Sizni ayblimsam yaxshi bo'ladi. Sizning nimir degan bilan illiq baxtlik oilangiz bor. Naokocho. Toshisoki uning birdan-bir umid va g'amguzor edi. Biroq uni siz tatib oldingiz. Akiko achaman. Yizmiko, agar Naoko bilan ishqalarning o'tirsida ozroq bo'lsa-mu do'stlik mehr muhabbati bo'lgan bo'lsa, siz men Toshisokini uning o'tinib bergin demoqchimi? Bu mumkin emas. Yizmiko, siz bu hargiz mumkin emas. Naoko'ga haqiqatan yuz kelmayman. Lekin bu ishda hargiz yo'l qo'ymayman. Sizni saqlatib qo'yibdi-ku, men Nobitoning dadisi bo'laman. Kechiring, bu yerga. Kechiring, o'g'lim sirtqa chiqib ketgan. Gapingizni uning o'rnida men anglab qo'ysam bo'lamdi. O'ltirib so'zlang. O'ltiring. Salomatligingiz yaxshi emas tursa, bardoshlik berasiz. Kerak yo'q, o'zim o'ltiray. Avayla. Rahmat. Qani o'ltirib so'zlang. Mumkin bo'lsa, taftish amaldori bilan bevosita. Men qerini oqsoqollik qilyapti deb qolgan o'xshamamsiz. Bo'pti emasa. Yaxshimi balla uyda yo'q-ku. Bu fursatni g'animat bilib, hamma gapimni devolay. Sizga ma'lum. Bundan 10 yil burun Yomiko bilan taftish amaldori bir qiz farzand ko'ribdi ekan. Biroq hozir o'zimni va bolalarimni nazar tutib, uning qiz bilan ko'rishni to'sdim. U arantaslikni ma'qul bo'lib, Nagoyaga ketgan edi. Ishi Kanikoni da'vatsiz xudayman. Xonimning ko'nglini obdan tushunaman. Men sizlarni qizinglarni uzoq qolmayla qaytirib keladi deb o'ylab, Yomikoni Nagoyaga ketkizayotgan edim. Biroq sizlar Turib, oldirmayroq so'zlang. Gapingizni tushunamadim. Yomiko bilan taftish amaldorining qizini boldiroq uyinglarga ikilib olsanglar bo'ladi. Yizmikon demsiz, uni olib burun tashimizni akilib oldik-ku. Nima ish tushunmaydigansiz? U degan Shimazakining qizi. Haqiqiy Yizmiko xonim, sizlarning ativorliq navranglar dal Shimazaki Naoko shu. Shimazaki Naoko. O mening navrammi? Shundoq. Ikkalan akilishda olmishib qopti-ku. Yolg'on. Bundoq bo'lishi hargiz mumkin emas. Butunlay to'g'ri.
Bu Yumiko'nun isidan ait aniq turibdi. Xatolashdingiz. Bundoq bema'ni gapni qilmasangiz-chi. Oqsoqol, siz Yumiko'ning gapidan gumonlamsiz. U degan bolaning o'z onasi emasmi? Biroq Bu ish Yumiko'ning xotirasida hozirgacha ait aniq turibdi. U tuqqan qiz bolaning beligida 3 tal qarmang bor ekan. qarmang. Ha. Mana mush o'rinda. Hozir uyingiz turayotgan qizning beligida 3 tal qarmang bormi? Yo'q. Biroq Shimazaki Naoko'ning beligida haqiqatan 3 tal qarmang bor. Aytqana, onun bu gapi rostmi? Rost. Butunlay rost. Amsa, nemishqa menda yo'shirding? Bu taqdirning bema'ni chaqchiqidan bo'lgan dada. Men haqiqiy ahvoldan xabar topgan chaqda allaqachon kechikkan edi. Kechikkan? Nima kechikkan? O 7 yil tashnalik bilan kutgan nevram olmuş qolgan bo'lsa, almashtirib olsaqla ish bitmandi. Men uni da hozirgacha Dada, yetib aramayli meni. Yig'ib kelma. Sening ko'nglingda nimalarni o'ylaganingni tushunaman. Biroq seni hargiz kechirmayman. Aslida Yezimiko Shimazakini qizi ekan deb. Meni kechiring dada. Sizga qancha tushundirsam muhabbat qilmaydiganligingizni obdan bilaman. Lekin bir og'iz gapimni bo'lsa-mu anglab qo'ying. Men qaytib keldim. Dada, o'tinib qolay. Bu ishni hargizmi Yezimiko'ga aytma. Men qaytib keldim. Maktabdan qaytib keldingizmi? Chog'da qandaroq tursiz? Nima? Yetmishasiz yo'q bo'lib qolgan o'xshamamdi. Yo'q, u ozroq. Men sizga Chiqib ketaman. chog'da siz Hozir hech qaysilarni ko'kim yo'q. Hammangni chiqib ketaman. nima dedingiz? Bu ishdan dadingizmi xabar topdimi? Otakimiz gapim bor deb davrdigan odam kenjimi? Biroq uning ko'nglini tushunishga bo'ladi. Sizning aybingizmi dalmish edi. Taraf ishga yo'liqqanda boshqalar nazar tutqiningiz to'g'ri, lekin oxirgi kelib yana o'zingizni nasbasmoqda. Bu qitimqi sotmi buning bir misoli. Siz Shimazaki otib olib uchun boshqa turib, Yezmikoni shuncha bola aygan edingiz, oqibat qanday bo'ldi? To'g'ri aytdingiz. Biroq ish shu darajaga yetganda Yezimikoni tashlab etsam qanday bo'ladi? Undaqda Naokoni qanday qilasiz? Haqiqiy ahvoldan xabar topgan dadingizni qanday qilasiz? Hey. Dadingizning mijozi chos. Onun Yezmikoga bo'lgan muomalasida cho'qim o'zgarish bo'lishi mumkin. Kim biladi? O texi. Miyako, dadamning qo'sqida gap yotmaydi degan taqdirdimi? Texi bir ishning oqibati bilan hisoblashmoqdek darajada emas. Biroq dadingiz hozir o'rin tutib yetib qoldi. Dili bek nozik. U Naokoning o'zining haqiqiy nevrasi ekanligini bilgan ekan, cho'qim uning bilan ko'rish talabini qo'yib turib oladi. O chaqda qanday qilasiz? Ularni yuz ko'rishtirmaslikka ko'nglingiz qo'yamdi. Shimazakiga iltimos qilib boqay. Aytmoq o'ng'ay. Ajiba u ashunda xaras qilgan odammi? Sinab boqmamdi men. Bu ish uchun tizlanib yelinsammi arziydi. Bunda qilmoqdan boshqa chora yo'q. Katta kitob boramsiz. Ha. Bo'pti amsa. Vaqtni changroq tutasiz. Balkim bir kunda berib qaytib kelmasligingiz mumkin.
Miyako eskertmismi Nobuto Shimazakining Naokoni osonlikcha bermaydiganligini obdan biletdi. Shundaqdimi uning qishig'i bormay bo'lmaydi. Nobuto bir amal qilib bir piti go'rga sangilib qolgan dadasiga haqiqiy nevrisini bir qitim bo'lsin ko'rsatib qo'yish qaroriga keldi. Lekin buning uchun haqiqiy ahvolni Naokoga aytishga to'g'ri keladi. O chaqda qizimi xo'shallik bilan o'zini dadasining qo'yniga atalaydi. Men tezroq qaytib keling. Altınız xeli yaxşı göründü. Ha. Tepkiş efendi. Bu yerga kep qapsızgı. Yana dadamning ish to'g'riliq kelgan o'xshamamsiz. Xata tushunib qolmang. Sotning dadangiz ustidan chiqargan hukmiga e'tiroz bildirdik. Lekin men bu delodan qo'l uzdim. Undaqda Agar bu yerga sizni seg'inib keldim desam, buningga ishonmaysiz-ku deyman. Dada o'zining otiliq mehrini mana bu so'z bilan ifodalamoqda edi. Qizi haqiqiy ahvoldan bexabar bo'lsa-mu, lekin yanala cheksiz illiqlik his qildi. hayajon uchimdi. U hozirning o'zida hamma ishni suyimli qiziga oshkorlamoqchi bo'ldi. Biroq dal mushu chaqda ana ash kema dadam ash kemada ishlaydi. Bu bernimini qatlı qural o'xshaydi deb qolgansiz Aqchan. Bek afsus, bu belachilarning qurali. Obdaroq ko'raveling. Bu yak nima deb keldingiz? Sizga dadi bola ikkimizdan yiroqroq turing deb qayt-qayt aytgandim-ku. Ha? Bilimsiz. Naoko. Mening qizim. Yana qalaymiqan ko'yga turdingiz-ku. Siz qachongacha o'ktamlik qilmoqchi? 18 yilning oldida qotillik qilgandingiz. Yaqinda yana bir qon qarzga bo'g'ildingiz. Bu tökmet. Bu yerga sud yengilgan o'zingiz og'irlikka o'xshamsiz. Siz jinoyat o'tkazdingiz. Birinchi sudda ko'z bo'yab o'tib oldingiz. Men mag'lub bo'ldim. Biroq hali yoshni zodi kimning o'ltirganligi sizga nihoyat ayon. Ikkinchi sudda qonunning to'ridan qochib qutulamaysiz. Shundaqmi? Qarg'anda meni turmaga qamatib o'tib, o'zingizning
Teptiş emeldarlık hukukunuzdan paylanıp kızımni tatvamocha aram tapmaydigan o'xshamamsiz. O hayvan. O bala mening qizim. O'zimning qizini etkazsam nima ish qilib bo'lmaydi ekan? Naoko. Teptiş efendi, sizden ötünüp kalay. Naoko'nu bana verildi. Naoko sizge emez. Bana mensup olsun. İtiraf kılıp makulluk verin. Shimazaki. Bo'lmaydi. Men Naoko'siz yaşamayman. Kışımda Naoko bo'lmasa, bu dunyoda yashaganimdan nimasi bo'lsin. Naoko mening jon tomirim. Sizdan o'tinib qolay. Men har qanday jafo cheksam rozi. Onunla herkes mi azap ememen? Bana rahim kılın. Naoko'da herkes hep gitme. Nobuto aslida Shimazakiga yolurmoqchi edi. Amdilikda bo'lsa, Shimazaki uning oldida tizilib yolyotdi. Nobutoning dili shu hamon erib ketdi. Neymiş bo'ldi, dada? Dada. Dada. Dada dardini ichig yutib, qizidan yana bir qitim ayrilishga majbur bo'ldi. Sen herkesmi o? Onun aldan qaltısıga tushib qolmag'in. Nobuto degan og'zi kagini dabirdigan bir nima? Ondaq odamlarning og'zidan hergiz yaxshi gap chiqmaydi. Onun gapiga hergiz ishinib ketmajimi? Anladingmi? Men. Menimcha teptiş amaldori yolg'on so'zlaydigan odamda qilmaydi. Naoko. Lekin dadam shundoq degandan keyin uning gapiga bunday keyin ishonmay. Amitabha. Amitabha. Ben adam emaskenman. Men bo'ldingiz, dada. Hech nima bo'lmadim.
Paşa hecemin canımı değdi o. Buni elveling. Hey, bugün ben böyle tutkal çıkmayman. Ha? Muş çağdımı çak kıgan ba mı? Bugün tazı iş koş yakma batıdı. Shimazaki. Dada, menden xotirjam bo'ling. Dada, xotirjam bo'ling. Axsham shundoq bitishgan tuqqu. Men Efendim, sizga telefon, Tokyodan ketdi. Sizning qaytib keling. Bugun yana dadangiz o'shidan ketdi. Kesili xatarlikmi? Naoko. Derhal men bilan juring. Tokyodan hozirla telefon keldi. Dadamning kesili og'ir ekan. Toshisukining cho'ng dadisimi? Ha, u siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Uning talabiga ma'qul bo'ling. Men bilan nemishga ko'rishing? Sababini keyin aytib beraman. O'tinib qolay. Tez bo'ling. Tez. Sababini aytib bersangiz qandaq? Toshisukining cho'ng dadisi nemishga men bilan ko'rishidi ekan? Kechiring. So'ramayli qo'ying. Hozir uni aytib beradigan vaqti emas. Menga ishining. Xotirjam bo'lib, men bilan mengavering. Dada. Yol başlang. Ha? Dadam qandaroq? Uning ro'yi holati. Dada. Kechiring. Siz birdan sirtqa chiqib turing. Nemishqa? Men oku nemishqa bu yerda turadi ekan? Tez bo'ling. Sal turib kirsangiz bo'ladi. Yo'q, chiqmayman. Hamqas dadangizning gapini anglang, ha? Juring. Juring. Bu yoqqa keling. Dada. Dada. Ko'zingizni oching. Dada. Mana bu. Haqiqiy navrangiz Yezimiko bo'ladi. Men doktorini chaqirib kiray. Dada. Dada. Meni Yezimiko da'vatamsiz. Ha.
haqiqiy Yoshino Yezumiko dal siz. Bildi. Çoğun dadınız sizin kelganligingizni bildi. Çoğun dadınız. Onun bilen vidalaşıp ele alma. Çoğun dada. 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 Bu yoqqa chiqib. Miyako acha. Kel. Manga aytib berma. Bu nim ish? Men zodi. Buni o'z dadingiz. Yoshino Nobuto cho'qim aytib berdi. Sizga shuni deb qo'yayki, dadingizni hargiz og'rinma. Bunday qilish balkim siz uchun tasga tushishi mumkin. Meni kechiring. Mening haqiqiy qizim dal siz bo'lasiz. Sizni buningga hozirla ishontirish balkim tas kuchi. Darlaytamga o't ketgan oqshimi ikkinglarning salohiyatlarini isbotlaydigan narsa keraklar. Qutiga almashtirilib selinib qopti ekan. Men bu ishda xabar topgan chaqda siz Shimazakining qizi bo'lib ekansiz. Men ishonmayman. Mening dadam Katakitadagi Shimazaki Eichi. Undaq emas. Shimazakining qizi hozir mening uyimda turayotgan Yezumiko shu. Men ishonmayman. To'xtang. Bu qarimanglarga qarang. Bu qarimanglar onangizning xotirasida nihoyat aniq saqlanib ekan. Mening onam. Shundoq. Sizning onangiz. Mening burungi ayolim. Hozirgi Otaki Yumiko shu. Siz haqiqatan mening qizim. Yoshino Yezumiko dalsiz. Hiç tushunmadim. Hozir zot kimning gapiga ishonishim kerakligini bilmayapman. Buning hayron qolg'uchiligi yo'q. Sizning o'zimning qiz ekanligingizni bilgan chig'imda Shimazakining jinoyatini tekshiryotdim. Uning qizimi mening qizim bo'lib qolgan edi. U chaqda sizni darhol Shimazakining qishidan qaytirib kelmoqchi bo'lgandim. Biroq unda qilmadim.
Men din tarqatquchi emas. Taqvodor muxlismi emas. Shuni tushunishingiz kerakki. Dal siz Shimazakida normal kishilarga xos hissiyatni yetildingiz. Dal men Shimazakining qizini baxtiyor turmushga erishtirdim. Agar shu chog'da haqiqiy ahvolni oshkorlaydigan bo'lsam, u ikkalan ajallik zarbiga uchraydi. Men bunda qilishni xohlamadim. Ham undaqmi qilolmaydim. Shunga ilojisiz sizni Shimazakining qishida qoldirib. Balkim bu qilganim to'g'ri bo'lmagandi. Biroq men bu yo'lga, ya'ni oxiri yo'q yo'lga qadam tashladim. Shunga sizni Yezimiko deb atayolmadim. Hozirmi? Shunda qilolmayman. Siz mendan nafratlansangizmi, meni tillasangizmi mayli. Sizning mening mushundaq yo'lni tanlaganligimni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Bir aql egisi bo'lish sifatim bilan mening Shimazakini va uning qizining normal turmushini qo'g'dash majburiyatim bor. Garchi men bu majburiyatni o'z ixtiyorim bilan ustimga olgan bo'lsam-mu, lekin hozir boshda atib bo'lmaydigan darajaga yetib qoldi. Meni tushunishingizni mendagi shafqatsiz dodining o'z majburiyatini ado qilib olishiga yordam berishingizni o'tinaman. Yoshino Nobuto tanlagan intayin xatarlik yo'l. Shundaqla o'z qizini baxtsizlik qaynimiga so'rib kirdigan ko'z yetkisiz yo'l edi. Haqiqiy ahvolni anglagan Naoko nimalarni bilmay qoladi. O o'zining ashaddiy dushman deb qarab kelgan kishining aslida uning o'z dadasi ekanligini o'ylab boqmagan edi. O o'zini besib olib dadasining talabi bo'yicha davomli Shimazaki bilan dada bola bo'lib birga turmush kechirishga bel bog'laydi. Kutilmaganda bir maydon yangi shiddatli bo'ron chapqin dada bola ishkalan qarab keladi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz 16-qismini ko'ring.